Angliyadagi Sheffield Hallam Universiteti tadqiqotchilarining doklatiga qaraganda, hokiz va mayna ta'minlash zanjirining har ikkisi ishg'ol ostidagi Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmon turk xalqlarining zamonaviy qulluq amgiki orqali davomlashib kelmoqda. Amerikada har minutda 114 yangi quyosh energiyasi batareyasi o'rnatilib, davlatning tashqi aylangan yiqilg'usiga tayinishdan qutulishi va bulg'unma qo'yib berishni azaytish nishoniga yetishga yordam berdi. Ammo quyosh energiyasi soatida ishlatilgan uskunlarning ko'pinchisining Uyg'ur majburiy amgigi orqali ishlab chiqarilishi kishini cho'chitdi. Mutaxassislar mundaq dedi: ta'minlash zanjiridagi bu bo'linishni to'xtatish uchun harakat qo'llanilmasa, dunyoning har qaysi joylariga o'rnatiladigan quyosh energiyasi batareyasining kun sari ko'payishi Xitoydagi turk millatlar orasida majburiy amgakning davomlashishini keltirib chiqaradi. Dünya Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquqi qurilishi va Ili Vezil fondi qatorliqlar birlikda chaqirgan Uyg'ur qirg'inchiligini buzish temasidagi 2 kunlik muhokama yig'inining muqaddimasi 16 aprel kuni Nyu-York shahrida boshlandi. Shu kuni Ahmakan ko'rgazma zalida atdigan soat 10 dan boshlab Uyg'ur diyoridagi irqiy qirg'inchilikning jonliq oldi yana bir qitim eskartilishi har soha kishilarning zo'r diqqatini qo'zg'adi. Ko'rgazma zaliga Uyg'ur diyoridan chiqadigan paxta, alyumin, shoxla, avtomobil zapchastlar qatorliq mahsulotlarning majburiy emgak badaliga ishlab chiqarilayotganligini ko'rsatib beradigan qisqa tekstlar va modellar, shuningdek bu vaqtda alohida ishlangan tom rasmlar qatorasiga tizilgan edi. Ili Vezil fondining raisi Elisha Vezil so'zida Xitoy hukumatı Uyg'urlarni qirg'in qilayotganda jazo lageridagi tutqunlarning uning eng chong qurbonlaridan bo'layotganligini alohida eskartib, biz bu jinoyatlarning unutilib ketilishiga qarab turmaymiz. Biz buni to'sish va bu urinishlarni buzib tashlash uchun butun kuchimiz bilan tirishimiz dedi. Amerika prezidenti Joe Biden Xitoydan kelgan po'lat va alyumindan uchasi tamojna bezi elishni talab qildi. Aqsarayning bayonotida Amerikada ishlangan po'lat to'mirining davlatning iqtisodiy va davlatning bexatarligi uchun davomli muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi. Bayonot yana mundaq deyildi: Biden hukumati Amerikaning po'lat to'mir va yasmichilikqa tarixiy mablag' soldi. Bu ilgirki hukumat bilan ro'shan selishtirma bo'lib, Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan savdo qizil raqami yaqinqi 10 yildagi eng tuvan saviyada. Yangi dokladda bayqilishicha, Xitoy Kommunist partiyasi oz deganda 10 yildan buyon chet ellik fuqarolarni Yevropa ittifoqi zaminida tutqun qilib, ularni Xitoyga majburiy qaytarib ketgan. Bu orqali Yevropadagi qonun bilan idora qilish va jamoat bexatarligiga xiloflik qilgan. Mazkur dokladda aytilishicha, Xitoyning chet eldagi fuqarolarga tahdid selish, ularni tutqun qilib qaytarib ketish qilmishi 10 yildan ortiq vaqtdan buyon davomlashmoqda. Doklad yana mundaq deyildi: bu ahvol Yevropadagi qonun bilan idora qilish va jamoat bexatarligiga xilof. Qirg'iziston raqamli taraqqiyot ministrligi Xitoyning jasuslik detali TikTokni bu davlatda cheklaydi. Qirg'iziston madaniyat, uchur, tantarbiya va yoshlar ministrligi o'tgan yili Xitoyga tava bu detalning davlatda ishlatilishini cheklashni qaror qilgan edi. 4-ayning 17 kuni Qirg'iziston raqamli taraqqiyot ministrligi barliq telegraf tijoratchilariga TikTokning ziyorat qilinishini cheklash uchun harakat qo'llanishga yo'l yo'riq evatdi. Amerika Osiyo va olam qatnash idorasi, ya'ni NASAning boshqaruvchisi Bill Nelson Xitoyning fuqaroviy programmalarini ishlatib, harbiy nishonni yushirayotganligini aytdi. Nelson parlament binosidagi parlament a'zolariga mundaq dedi: Xitoy favqulodda ilgirlashlarni qo'lga keltirdi. Bo'libmi yaqinqi 10 yilda. Ammo ular intayin maxfiy. Washingtonning Xitoyga qarta ho'sharligini o'stirish kerakligini o'tirg'a qo'ygan Nelson o'zining Xitoyning olam planidan gumonlanadiganligini bayon qildi.